Hürmetlik vatandaşlarım leksiyimizi devamlaştırırız. Endike mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlarının sobiq muavin prezidenti Dik Cheney Tayvanni ziyorat qildi va prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Mavzuli xabar 8-oyning 7-kuni Dovyet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen 8-oyning 7-kuni Amerikaning sobiq prezidenti Dik Cheney bilan ko'rishganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvan ikki tarafning savdo mablag' selash davlat mudofaasi qatorliq taraflarda hamkorlik munosabatini davomli kuchaytirishni umid qilaman. Hem Amerika Tayvan münasebetining Dik Cheney ve Prezident Trump hükümetinin qo'llashasida kelgusida texnik ko'p taraqqiyotlarga erishishini umid qilaman. Bu qatam sobiq muavin prezident Dik Cheney Tayvanda Osiyo Tinch okeani rayoni vaziyati to'g'risida nutq so'zlaydi. Tashqi dunyoning qattiq diqqatini tortdi bu faoliyat. Muavin sobiq prezident Dik Cheney 93-yili Tayvanni ziyorat qilgan edi. Prezident Tsai Ing-wen tabrik so'zi so'zlaganda sobiq muavin prezident Dik Cheneyning Tayvanni yana bir qatim ziyorat qilganligiga rahmat aytdi. Hamda Dik Cheney 1979-yili Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi a'zosi bo'lib turgan mezgilda Tayvan munosabatlari qonunini qo'llagan deb ko'rsatdi. Tayvan munosabatlari qonuni 38 yildan beri Tayvanning bexatarligi va taraqqiyotining asosi bo'lib qolmay, Osiyo Tinch okean rayonining tinchligi, muqimligi ham intayi muhim bo'lib keldi. Ham Tayvan Amerika munosabatini kuchaytirishning eng yaxshi timsoli bo'lib keldi. Prezident Tsai Ing-wen mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hükümetining Tayvan garbiy qurol yarog' setib berganligidan mamnun bo'ldim. Hamda Amerika hükümetining Tayvanga bergan va'dasini davomli ijro qilish irodasidan mamnun bo'ldim. Prezident Tsai Ing-wen ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Uzundan beri Tayvan ve Amerika bu rayonning tinchligi uchun birlikda kuch chiqarib keldi. Bu rayonning manfaati qimmat qarashini birlikda qo'g'didi va harakatga bog'liq bo'lib qolmasdan o'rtaq ishga texmo bog'liqdir. Prezident Tsai Ing-wen mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining Osiyo Tinch okean rayonida ittifoqlikni kuchaytirib, ittifoqdoshlar aro hamkorlik munosabatini qayta shariyligidan mamnun bo'ldim. Sobiq muavin prezident Tayvanga intayin do'stona arbab deb qaraladi. Dik Cheney Tayvan munosabatlari qonunni qo'llab qolmasdan muavin prezident bo'lib turgan yillarda sobiq prezident Bushning Tayvanga harbiy qurol yarog' setib berishini qo'llagan edi. Dik Cheneyning Tayvanni ikinci qatim ziyorat qilishi uning 8-oyning 8-kuni Iroq kelgusi fondi jamiyatida munbirida 2017-yillik Osiyo Tinch okeani suhbati bayon qilish tashqi dunyoning diqqatini tortdi. Muavin sobiq prezident Dik Cheneyning Amerika Tayvan munosabati va Osiyo Tinch okean rayonining vaziyati to'g'risida so'zlaydigan nutqining muhim mazmuni Tayvan Amerika munosabati. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining bayonot safidan mundaq ko'rsatdi. Dik Cheney bu qatam nutq so'zlashdan boshqa Tayvanda hukumat boshliqlari bilan ko'rishdi. Tayvan Amerika munosabati bu rayonning iqtisod, savdo, bexatarlik vaziyati to'g'risida fikr almashtirdi. Demak, biz vatandoshlarimizni so'zlab kelyapmizki, Tayvan Amerika munosabati